dinamichniy avtomobil eng oxirgi texnologiyalari bilan birga. BMW i5 40L komplektatsiyada Elegance. 340 ta ot kuchi, orqa privatli bitta motorligi, batareya yomkasti 84 kW. Zavod o'zi 580 kilometrgacha yuraveradi deydi. Plus dop ustanovkalar mavjud. Kraskasi absolyutniy top-toza. 2024-yil 29000 km probeg. Maksimalniy tezligi 215 km va 100 gacha razgoni 6 sekund ichida. Rulga o'tirganimizda mana bizda vid shunaqa ochiladi. Bu yerda ham standartniy multi-rul adaptivniy kruizlari bilan endi bu juda zamonaviy texnika. A podsvetka esa neoklassika. O'zgartirsanglar ham bo'ladi. Bitta katta planshet, ikkita jidkokristallichskiy displeylari bilan polni upravleniyasi konkretno mana bu o'rtadagi monitor orqali qila olasizlar. Bu yerda esa bilasizlar iX ga o'xshagani polni regulirovkani bu yoqdan qila olasizlar. A также беспроводной zaryadka mavjud. Salonimiz kombinatsiya tepa, torpedka ham, patologiya ham panoramniy mana lyuklari bilan qora, a sideniya esa korичневый rangidan. Ikkita oldi sideniyada pamitlari bor va akustikskiya sistema Harman Kardon. Mana bu salkam yangi avtomobil BMW i5 40L zo'r komplektatsiyada, glavniy esa top-toza 2024-yil. Narxiga keladigan bo'lsa $54 000 ga berib yuboraman.